Atopik dermatdan tashqari bu bolada yana tez xirillash xurujlari, yo'tallar kuzatilgan. Bola har 15-20 kunda tez pnevmoniya tashxisi bilan statsionar yoki ambulator davo olib yurgan. O'tkazilgan hamma davolarga qaramay bolani umumiy holatida deyarli ijobiy dinamika bo'lmagan. Yuzidagi, quloq ortidagi atopik dermatga xos diatezlar yo'qolmagan. Har 15-20 kunda yo'tal xurujlari qayta takrorlanib borgan. Tekshiruvlar xulosasiga ko'ra biz bolaga sigir suti oqsiliga allergiya tashxisini qo'ydik va darrov davolash muolajalarini o'tkazdik. Hozirgi vaqtga kelib xuddi shu bola butunlay sog'lom bo'lib ketdi. Atopik dermatga xos, diatezga xos toshmalar ham deyarli ko'rinmaydi. Boladagi yo'tallar, xirillashlar yo'q. Bola sog'lom, yaxshi katta bo'lmoqda. Yaxshi vazn qo'sha ham boshlagan. Ishtahasi ochilgan. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bolalar o'rtasida eng ko'p uchraydigan sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya haqida gaplashmoqchiman. Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya chaqaloqlarda va bolalarda kuzatiladigan eng ko'p ovqat allergiyalaridan biri hisoblanadi. Bu allergiya sut aralashmalari ichadigan bolalarda yoki onasi sut yoki sut mahsulotlari ichadigan bolalarda kuzatiladi. Sigir suti oqsiliga nisbatan kuzatiladigan allergiya sigir suti tarkibidagi kazein, alfa-laktoglobulin, beta-laktoglobulin kabi bir qator oqsillarga nisbatan kuzatiladi.